Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Akalar ishni boshlab olganmiz, xudo xolasa. Akamiz Toshkentdan, Angrendan oldimizga mashinalarni olib keldilar. Anchadan beri olib kelaman deb yurdilar. Bugungi taqdir qildi ekan. 3-pakalini avtomat korobkaga uстановка qilingan. Bunda bo'ladigan xatoliklarni bir boshdan tushuntirib o'taman. Sizlarda ham shuni narsa uchrab qolishi mumkin. Diqqat bilan kuzatinglar. Qaranglar, 3-pakalinida hozir mana shlankadan gaz shlankasini almashtirib beryapmiz. Mana qo'lim bilan qisganimda qattiq shlanka bu. O'zlarida turgan shlanka mana yumshoq shlanka. Ichki mana raznitsasi ham o'zi bilinib turibdi. Bunday shlanka qo'yish mumkin emas, chunki bu juda ham yumshoq. Mana nimaga bossalaring yopilib qoladi. Yozgi kuniga yopilib qolib gaz kirish holati juda ham og'ir bo'lib qoladi mashinada tortish apparatida. Ikkinchi masalasi, mana dudkasini ichki teshiklarini shundayligicha qo'yib yuborilgan. 3-pakalinada endi hozir buni qotirib tashlaganmiz, buni ko'rishga imkoniyati yo'q. Buni 5 svillarda teyish kerak. Ikkinchi masala, uchinchisi bunda programma qilingan, lekin ограничениялар olib tashilgan. Ограниченияларni joyiga qo'yib, programmasini korobka motor programma qilib, releylarni akkuratniy установка qilamiz. Releyda mana bu joyidan olinganda o'zi kompyuterda oldigacha olib kelishgan. Lekin o'zi kompyuterda oldida o'zi mana shu sim bor-ku. Shuncha sim keragi yo'q. Buni agar ustakalarimiz ko'rib turishgan bo'lsa, primoy ibuduzdan olsa, shu ma'qulroq bo'ladi, ham akkuratniy chiqadi. Xullas, ограничениялар olingan, mashinada bo'g'ilish bor. Lekin risk gaz bosganda tutilib, оборот olib ketyapti. O'sha holatlari, motorda ozroq qaltirash holatlari bor. O'sha qaltirash holatlarini ham через programma orqali to'g'rilab beramiz. Undan tashqari, pultda masofadan turib zavod qilish funksiyalarini ishlatib beramiz. Mashinalarga o'z programmalar yozib bo'lindi. Endi releylarni akkuratniy qilib ulab bersak bo'ldi. Shun bilan boshqa ish qolmaydi, xudo xolasa. Hammasi idealniy bo'ladi, akalar. Xullas, bu videoni qo'yamiz, xudo xolasa. Keyin juda ham ko'pchilik kompyuterchilar tomonidan allanib kelinadigan yana bir hodisa, ya'ni Onyxlarda, Cobaltlarda juda ham ko'p uchrab turibdi. Bir ikkita akalar ham tashlayapti videoda. Shuna rasxodni, benzinni, ya'ni benzinni rasxodini ikkalon qilish masalasi bo'yicha ko'p fishkali joylarni ochganmiz. O'sha videoni qo'yaymi, qo'ymaymi? Ancha bo'ladi videoda o'qib qo'yganiga, prosta bu video 10 minutdan sal nari beri video. Agar o'sha videoni ko'ramiz deydigan bo'lsalaring, o'sha videoni ham Instagramga joylab yuboramiz, xudo xolasa. Shunga nima deysizlar? Kommentariyada agar ha yoki yo'q, kerak emas deydigan bo'lsalaring qo'ymay qo'yaraman. Agar kerak, ko'ramiz, ozroq bo'lsa ham foydali ma'lumot kerak deydigan bo'lsalaring, o'sha foydali videoni ham qo'yib qo'yaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.